Kunlik sotuv ma'lumotlari asosida ABC tahlilini Google Sheets'da qilamiz. Bunda bizda kunlik sotuv ma'lumotlari mavjud va bu ma'lumotlar asosida biz ABC tahlilini amalga oshirishimiz kerak. Bunda biz pivot table, ya'ni сводный tablitsa orqali qilamiz. Bunda insert bo'limi orqali pivot table tanlaymiz va oraliq. Bizda oraliq sotuv ma'lumoti A1 dan endi 10.000-gacha belgilangan. Buni belgilaymiz. Buni m'ning oxirigacha qilib qo'yamiz. Okay. Pivot table chiqdi. Endi bizga kerak bo'ladigan ma'lumot rows, ya'ni qatorda bizga общий наименование, ya'ni mahsulot nomlari kerak. Jamisi shart emas. Jami mahsulot nomlarini yozdik. Endi bularni sotuv miqdorlari kerak. Bunga value, ya'ni summa nimasi kerak? Bizga summa real, ya'ni jami summasi kerak. Har bitta mahsulotni summasi chiqdi, miqdori. Endi bizga kerak bo'ladigan ma'lumot har bir summa jamiga nisbatan necha foizni tashkil qiladi. Bunda pivot table'da o'zida qo'shimcha bor. Bunda mana of grand total jami ustunga jami ma'lumotga nisbatan foizi. Bunda mana har bitta ma'lumot chiqdi. Endi bizga kerak bo'ladi bu ma'lumotlarni sort qilishimiz kerak, ya'ni kamayish tartibida yozib borishimiz kerak. Bizga birinchi mahsulot nomi, keyingisi foizi, jami foizi va kategoriya ABC kerak bo'ladi. Endi bularni hammasini to'g'ri formatga o'tkazib olamiz. Endi formula sort formulasi bu ma'lumotlar bazasi va sort qilinadigan ustun, ya'ni ikkinchi ustun, bizda ikkinchi ustun va qaysi shart asosida? Kamayish sharti asosida bo'lsa 0 qo'yiladi va mana ma'lumotlarimiz chiqdi. Endi biz o'zidan keyingisi bilan qo'shilib necha foizni tashkil qilishini topishimiz kerak. Bunda mana formula o'zi chiqadi. Birinchi qator o'zi yoziladi. Ikkinchi qatorga o'zidan oldingisi va o'zidan keyingisini necha foizligini yozishimiz kerak. Mana 32%. Bu jadvalni oxirigacha tortsak 100% gacha keldi. Ya'ni bu tovarlar 32%, 47%, 51, jami 100% gacha ko'tarilib boradi. Bu o'zi jamiga nisbatan necha foizligi, bu o'zidan oldingilar bilan qo'shilib necha foizligini tashkil qiladi. ABCda biz endi shart olamiz. A kategoriya 80% gacha, B kategoriya 80 dan 95% gacha, C kategoriya 95 dan 100% gacha umumiy sotuvni foizini tashkil qilish kerak. Bunda shart yozamiz. If formulasida agar bizda F2 ustuni, ya'ni jamiga nisbatan foizi kichkina bo'lsa 0.8, ya'ni 80% dan bizga qaytarsin A kategoriyani. Va keyingi shartni qo'shamiz. Agar if kichkina bo'lsa 0.95%, 0.95 dan, ya'ni 95% dan kichkina bo'lsa bizga chiqarsin B tovar, B kategoriya. Va keyingi shart, agar F2 katta yoki teng bo'lsa 0.95 dan bizga qaytarsin C kategoriyani. Mana har bitta tovarimiz kategoriyasi chiqdi. Ya'ni bizga A kategoriya tovarlar bu yergacha, har bitta tovarning nomlari, B kategoriyalar qaysi tovarlarligi, C kategoriya qaysi tovarlarligi chiqdi. Endi biz conditional formatting, ya'ni shart asosida o'zgaradigan ranglar chiqaramiz. Bizda hozircha ma'lumotni to'g'rilab olamiz. Ya'ni
bizga shart qo'yishimiz kerak. Xuddi mana shu ma'lumotlar ranglarga bo'yaladi, ya'ni conditional formatting, formatga o'tamiz. Conditional format, bunda bizga o'zimiz custom formula yaratamiz. Ya'ni bunda G2 teng bo'lsin A ga, rang yashil bo'ladi. Bizga ustuni bilan kerak bo'lsa shart qo'shamiz. Mana dollarcha J2 teng bo'lsa A ga, mahsulot rangi yashil bo'lsin. Bo'ldi. Endi biz ikkinchi shartni qo'shamiz. Endi J2 teng bo'lsa B ga, bizga rangi sariq bo'lsin yoki to'q sariq bo'lsin. To'q sariq bo'lsin. Yana uchinchi shartni qo'shamiz. Agar J2 teng bo'lsin C ga, keyingi shartimiz bizga qizil chiqarsin. Mana har bitta A, B, C ga ajratdi. Xuddi shu ko'rinishda ma'lumotlarni tahlil qilib oldik. Bu yoqda mana ishlatgan formulamiz sort va plus qo'shish. Bu yoqda pivot table, ya'ni umumniy tablitsa, svodniy tablitsani ishlatdik. Ma'lumot foydali bo'ldi deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.